Siz ona zamin vibratsiyasi haqida eshitganmisiz? Ya'ni daraxt, har bitta daraxt bu ilohiyotni qoni, ko'klik hisoblanadi. Bu ko'rinmas energiyasi bor. Buni ko'rinmas energiyasi inson bilan bog'liq bo'ladi. İnsonni oyog'idan bu ko'rinmas energiya hosil berganicha kuch tortadi. Hosilni berib turib, meva bilan qaytib odamga yedirib turib, qaytib kuchni qaytaradi. Endi bu meva bilan, daraxt bilan, hosilot bilan insonni bog'liqlik joyi shunda. İlohiyotni qoni ko'klik hisoblanadi. Inson yer vibratsiyasi orqali, magnit orqali tabiat bilan uzluksiz bog'liq. Hozirgi zamonda misol mevalarimiz chetga chiqib ketsa, hosilotlarimiz, odamlarimizni kuchi tortilib bu hosil bilan chetga chiqqandan keyin odamlar kuchsizlanib aptekalardan dori-darmon yeyishga majbur bo'ladi va unda ham anchagina zararli zaharlar bor. Shuning uchun har bir insonning o'zini uyida, xonadonida, atrof muhitida mevali daraxtlar ekilsa, bu katta maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Chunki o'zini bir qandaydir himoyalagan bo'lardi. Endi bundan tashqari har bir inson ko'rinmas energiya, tabiat bilan bog'liq. Shu daraxt har bir insonni tomiri kabi, haqiqati kabi. Odam o'zi, o'tmish avlod ajdodlari tomirlari hisoblanadi. Har bir insonda va buni kelajakdagi mevalari, nabiralari o'zi kelajak avlod hisoblanadi. İnsonni tanasini uzluksiz tabiat bilan bog'liqlik joyi bor. Shuning uchun tog'li joylarga, ko'klik joylarga, sanatoriyalarga borgan odamlarni holati yaxshilanib, limfa tugunlarida kuch olib, sog'lomlashib qaytadi. Kelajakda ilmlarimizdan xabardor bo'ling, bizga obuna bo'ling va o'zingizni asrang.